Revmatizm birinchi bosqichi, bo'yin grijasi bilan kelganman. Holsizlanish, charchoq ko'p bo'lardi. Shu oyoq tortib qolardi. Bo'yin baqa qimirlatish, harakat qiyin bo'lar edi. Birinchi kelgan holatim juda chataq edi. Endi yurolmay qolsam, shunday qolsam degan o'y fikrlar o'tgan. Oyoqlar shishib ketgan edi, tapchiga sig'mas edi. To'g'ri topdi, hamma tashxislari turlikdan olib chiqdi-da. 2-3 oyda pilusga o'tish boshlangan, oldingidek mehnat, reklama nima uchun bas, doktor ham, ishchilar hammalari halol, haloli pok, to'g'ri. Biz mana o'tgan safar 10 kun yotdik, hozir mana 5-6 kuni bo'lsa, hammasini ko'rib, bilib, birga turganingiz ekan bilasiz hammasini. Bu mashinliklik yo'q bu yerda. Hammasi halol. Chin yurakdan xizmat ko'rsatishadi. Hammasi yaxshi. Garmonlari yo'q. Men o'z kelgan paytimda ham o'zlari ham aytishdi, men ham aytaman garmon qilmang. O'zi yoshimga nisbatan semirib ketyapti, ozishga harakat qilamasa. Yo'q, opa, firmaniki ham emas. Ertalab bitta medsestra ham aytishyapti. Bitta siz ukolingiz boshqa ekan. Shu bansa bo'yicha siz boshqara olyapsiz. U garmon yo o'zinikini, firmanikini o'tkazish degan narsa yo'q bu yerda. Hammani o'zini kasaliga qarab, kasal tarixidan kelib chiqib muolaja qilishyapti. Yo'q, bu menimcha yaxshi tomonga. Nimaga? Bu YouTube'da ko'rgandan keyin, Telegramda ko'rgandan keyin hali bilmagan, eshitmagan bemorlar bo'lishi mumkin uzoqroqda. Ular kelishib davolanib yaxshi bo'lsa, xalqqa foyda. Bizga o'xshab qiynalib uzoqlarda yurmaydi. Qo'rqmayman, ishonaman. Shu yerdan yaxshi bo'lib tuzalib chiqishiga ko'zim yetganligi uchun kimga bo'lsa ham tavsiya qilaman. Chin yurakdan. Men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kattakenagaz qishlog'idan keldim. Joyat oyoq og'riq, revmatizm birinchi bosqichi, bo'yin grijasi bilan kelganman. Holsizlanish, charchoq ko'p bo'lardi. Shu oyoq tortib qolardi. Bo'yin baqa qimirlatish, harakat qiyin bo'lar edi. Butun tanada tez og'riq kuzatiladi. Tez gripp bo'lardim, og'riq kuchli bo'lardi, kam quvvatlikmi, kam qonlik. Hammasi bitta bo'lib oxiri yengib qo'yganda. Doktorda mahallamizda bir Mohira opa yurolmay qolgan opa, qo'shnimiz Sanifaxon ashlar tavsiya qilishdi. Ular baxtliroq davolanishib, yotib, lecheniya qilishib tuzalgan. Ular orqali kelganman birinchi kelishimda. Ular ham o'sha oyoq og'rig'ida birinchisi. Yurolmay qolgan holat, shu Bezodjon 1 yil davomida oyoqqa turib yurishgan. Qiynalardim og'rigan paytlari, og'riq reski kuchayib ketardi. Bolalarim yosh, ag'da-bag'da uyda o'zim qolaman. Qo'shnilarim chaqiraman, og'riq qoldiruvchi qilishadi. Birinchi yordam ko'rsatishadi, yo skori chaqiramiz. 2 oy, 3 oy shu holatda yurganmiz. Keyin o'sha qo'shnilar tavsiyasi bilan Bezodjonga doktorga kelganman. Birinchi davolanishimda ancha foydasini bildim. Chetga kelganman, eng birinchi kelgan joyim shu, boshqa joyda doktorda yotmaganman. Birinchi yotgan joyim, birinchi kelgan joyim shu bo'lgan. Chetdan foydasini topdim. Lecheniyasini etap-etap 1 oyda oladigan ukollar bor, o'zlari yozib berishgan, ularni vaqtida oldim 1 yil mobaynida. Hozir 2-chi lecheniyasiga kelganman. Holatim birinchidagidan ancha yaxshi hozir. To'g'ri topdi hamma tashxislari. Shirin so'z, yaxshi gapirib, shukurlikdan olib chiqdi-da. Birinchi kelgan holatim juda chataq edi. Endi yurolmay qolsam, shunday qolsam degan o'y fikrlar o'tgan. Oyoqlar shishib ketgan edi, tapchiga sig'mas edi. Tapchiga sig'mas edi o'sha paytda. Keyin yo'q, opa, davosi bor, davolaymiz, xudo xolasa deyishgan. Aytganlarni vaqtida qildik, hammasi joy-joyida. Borganimdan 2-3 oyda pilusga o'tish boshlangan, oldingidek mehnat, ishlarga yarab, o'z yo'limda davom etdim yana. Uydagilar munosabati yaxshi edi.
mayli doktor topamiz, qaratamiz deyishdi. Qo'shnilarim tavsiyasi bilan keldim. Kelib davolandim, 10 kun lecheniya qildim. O'sha bo'yinga o'zlarini bir nimalari bor edi, bo'yin tortqizishardi. Birinchi kelganimda bo'yin mashqlari bor edi. Ularni qildim, hamma aytganlarni vaqtida qildim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Oldin qanday bo'lsam shunday, harakatlanish yaxshi. Yordam bergan odam endi opa-ukalarim, jigarlarim, xo'jayinim mablag' tomonidan yordam berishadi. Farzandlarim yosh bo'lishiga qaramay shu ovsinlarim, qaynotamlar qarab o'tirishibdi. Yangi xo'jalikmiz, 3 ta farzandim. Xo'jayinim ishlashadi, moddiy tomonlama sharoitlarni yaratib berishyapti hammalari. Rahmat hammasiga, doktorga, shirin so'z qizlarimizga, medsestralarga sharoit yaratib berishgan hammalari. Rahmat shu xo'jayinimga ham. Umri uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin ular. Endi shu ko'chada ko'rgan, gaplashganmi, qarindoshmi, kim bo'lsa ham endi shu bizni kasalimizga o'xshagan bosh og'rig'i, oyog'ida shu muammosi borlar, grijasi borlar. Kim bo'lsa ham shu ilinib shu yerga kelishsa-yu yaxshi bo'lsa degan fikrda. Ko'chada eshitsak ham darrov shuni tavsiya qilamiz. Yaxshi doktor. Yo'q, bu umuman mashinik reklama nima uchun bas. Bular doktor ham, ishchilar hammalari halol. Haloli pok, to'g'ri. Biz mana o'tgan safar 10 kun yotdik, hozir mana 5-6 kuni bo'lsa, hammasini ko'rib, bilib, birga turganingiz ekan bilasiz hammasini. Bu mashiniklik yo'q bu yerda. Hammasi halol. Chin yurakdan xizmat ko'rsatishadi. Hammasi yaxshi. Yo'q, garmonlari yo'q. Men o'z kelgan paytimda ham o'zlari ham aytishdi, men ham aytaman garmon qilmang. O'zi yoshimga nisbatan semirib ketyapman, ozishga harakat qilamasa. Yo'q, opa, firmaniki emas. Ertalabda medsestra ham aytishyapti. Bitta siz ukolingiz boshqa ekan. Shu bansa bo'yicha siz boshqara olyapsiz. U garmon yo o'zinikini, firmanikini o'tkazish degan narsa yo'q bu yerda. Hammani o'zini kasaliga qarab, kasal tarixidan kelib chiqib muolaja qilishyapti. Qo'rqmayman, ishonaman. Shu yerdan yaxshi bo'lib tuzalib chiqishiga ko'zim yetganligi uchun kimga bo'lsa ham tavsiya qilaman. Chin yurakdan. Mana o'zim bilan birga yaxshi bo'lganligim uchun 2 yil oldin Toshkentda operatsiya bo'lgan opamni ham olib keldim. Ular ham xuddi o'sha Toshkentda olgan lecheni o'sha yerdagi nima ketyapti. Holatlari juda yaxshi hozirgi kunda. Opamda boshda qandaydir kistaga o'xshagan suyuqlik chiqqan. U paytda biz bu doktorxona ochilmaganmidi yo biz eshitmaganmizmi? Bu yerdan nima topolmasdan o'sha Toshkentga borganmiz. Birov tavsiya qilganda Toshkentga borib operatsiyasini qilgizganmiz. Xudoga shukr, operatsiyadan yaxshi chiqib, lecheniya 1 marta, 2 marta borib tekshirtirib keldik-ku, lekin o'sha boshdagi baribir nozik bo'lganligi uchun nerv tomirlarida shamollash bo'lganmi yo sovuqqanmi nimadir bo'lib, davleniya ko'tarilishi, kuchli charchoq, shu o'ng tomon tortib qolishlari bo'lgan edi. Keyin yozda bir olib keldik, qishda keldik. Bekzodjonga bu yerga yotgani sharoit, odam ko'pligi uchun bo'lmaganligi uchun lecheniyasini uyda qilishdi. Yaxshi bo'lib, yaxshi Pilis tomonga ketganligi uchun endi biz Toshkentdagi doktorga qayta bormasdan shu yerda davom ettiryapti lecheniyalar. Hozirgi holati yaxshi. Hammaga tavsiya qilib, kimdan shu kasalliklar eshitsak, aytyapmiz. Olib kelyapmiz. Yo'q, bu menimcha yaxshi tomonga. Nimaga? Bu YouTube'da ko'rgandan keyin, Telegramda ko'rgandan keyin albatta bilmagan, eshitmagan bemorlar bo'lishi mumkin uzoqroqda. Ular kelishib, davolanib yaxshi bo'lsa, xalqqa foyda. Bizga o'xshab qiynalib uzoqlarda yurmaydi. Yaqin joylarda yaxshi doktorlar. Foyda. Har tomonlama
oilani manfaatiga nimasi bor baribir.